Assalomu alaykum. Uydagi bor narsalarimdan mana shunaqa yumshoqqina pirog tayyorladim. Idishimizga 4 ta tuxum, 250 gramm shakar, 1 choy qoshiqda tuz va yaxshilab bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. 150 gramm o'simlik yog'i solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. 500 ml qattiqimiz yarmini solib, yarmiga ozuqaviy sodamizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. 2 qoshiq vanilin, 1 qoshiq razrahli solib, yaxshilab bir xil massa qilib olamiz. 400 gramm unimizni solib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib, bir xil massa qilib olib, qolgan unimizni ham solib olamiz. Va bir xil massa qilib, xohishga ko'ra yong'oq mayiz solsangiz ham bo'ladi. Listimizga pergament qog'oz qo'yib, ustiga massamizni solib olamiz. Mana shu tarzda 2 marta urib, 180 gradusda qizdirilgan pechkamizga jo'natib yuboramiz. Juda ham zo'r bo'lib pishib chiqdi. Juda ham mazali, paxtaday yumshoqqina pirogimiz tayyor bo'ldi. Shu retsept orqali siz ham tayyorlab ko'ring, aniq o'xshab chiqadi.